Manchester United yangi mavsumni kutilmaganda mag'lubiyat bilan boshladi. Michael Carrick shogirdlari Hull City mehmoni bo'lishdi va 2-0 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Vaholanki qizil iblislar butun o'yin davomida yaqqol ustunlik qilishdi. Zarbalar bo'yicha, XG bo'yicha, xullas barcha ko'rsatkichlar bo'yicha Manchester United oldinda edi, biroq Hull Cityning birinchi bo'limdagi ikkita tezkor va samarali hamlasiga United javob qaytara olmadi. Natijada Manchester United o'z tarixida ilk bor Hull Cityga mag'lub bo'ldi va Premier Ligada yangi chiqqan jamoaga startda imkoniyatni boy berish anti-rekordini o'rnatdi. Qizil iblislarning bosh murabbiyi Michael Carrickga klub rahbariyati juda ham katta ishonch bildirgandi, ya'ni u bilan o'tgan mavsumdagi o'yinlardan keyin 2028-yilgacha bo'lgan shartnomani imzolashgandi. Birinchi o'yindanoq fikr mulohaza bildirish qiyin, lekin aynan Championshipdan chiqqan jamoaga ilk turdayoq mag'lub bo'lishi albatta muxlislar tomonidan, mutaxassislar tomonidan kutilmagan voqelik bo'ldi. Xo'sh, sizningcha Manchester United bu mavsumda APLda chempionlik uchun kurash olib bora oladimi? Bunga darajasi yetadimi? Buni izohlarda yozib qoldiring.